Atrofimizga qarang. Nima uchun YouTube, Instagram bloklandi va hozirda nima uchun Telegram bloklanayotganini bilasizmi? Aynan kim va nima uchun buni qilyapti? Va albatta bu nimalarga olib keladi? Bugun uzoq tayyorgarliksiz maqsadga o'tamiz. Max Messenger haqida qiziqarli fakt. Maxga egalik qiluvchi, uni ishlanmalari bilan shug'ullanuvchi kompaniya Kipr afshorlarining shubhali zanjiridir. Ushbu videoda bunaqangi qiziqarli faktlardan yana bir nechta bo'ladi. WhatsApp, Instagram, YouTube va Telegram. Bu servislarni nima birlashtiradi? Ehtimol, ularning hammasi G'arbda yaratilgan va Rossiya davlatiga qarshi axborot urushi maqsadida birlashtirilishidir. Balki ularni mustaqillik va erkinlik birlashtirib turar. Bular oddiy shiorlar. Birinchisi, Rossiya propagandasini blokirovkalarini oqlash uchun foydalaniladi. Ikkinchisi, servislarning o'z marketingdan foydalanadi, ammo haqiqat qayerda? Bu platformalarning barchasi juda sifatli va kuchli mahsulotlar, o'z yo'nalishidagi eng yaxshilaridir. Mana ularni nima birlashtiradi? Ulardan har kim ixtiyoriy ravishda foydalanadi, chunki ular hayotni to'ldiradi, uni yanada sifatliroq qiladi. Blokirovkalarning asosiy sababi chet el propagandasidan himoyalanishdir. Rossiyalik tomoshabin shunchalik ahmoq va ojizki, internetdagi istalgan rolik ongini zaharlashi mumkinligiga sizni ishontirmoqchi bo'ladi. Sizni yot g'oyalardan nafas olmasligingiz uchun havosi filtrlanishi kerak bo'lgan xonadagi laboratoriya kalamushlari o'rnida ko'rishadi. Keling mantiqni ishga solamiz. Agar sizni mafkurangiz kuchli bo'lsa, sizni fikrlaringiz haqiqat bo'lsa, unda bu to'siqlar nimaga kerak? Sovuq urushni eslang. Nima uchun sovet odamlari jinsi shimlar va Beatles plastinkalari ortidan quvishgan? Chunki taqiqlangan meva shirin bo'ladi. O'zimizning mahsulot esa jozibasiz va zerikarli. Davlat o'zini ojizligini tan oldi. Biz ularnikidan qizg'aroq kontent yarata olmaymiz. Biz halol bahsda g'alaba qozona olmaymiz. Shuning uchun ular shunchaki og'izlarini yopamiz, sizlarni esa ko'zinglarni bog'laymiz. Haqiqiy g'alaba bu o'z propagandamizni yaratish. Lekin u shunaqangi sifatli bo'lsinki, butun dunyo bizning shoularimizni ko'rish uchun VPN yoqadigan bo'lsin. Ammo qurish qiyin, buzish va taqiqlash ancha arzonga tushadi. Har holda qaror qabul qiladiganlar uchun shunaqa. Lekin mukammal ishlayotgan narsani buzishdan nima foyda? Javob har doimgidek foyda zanjiriga borib taqaladi. Siz Telegram yoki YouTube kabi 100 millionlab odamlar sevadigan mahsulot yaratganingizda innovatsiya va reklama hisobiga boyisiz. Ammo siz YouTube, Vkontak, video yoki mo'jizaviy Max Messenger'ini qurayotgan bo'lsangiz, byudjet pullari hisobiga boyisiz. Farqini sezyapsizmi? Birinchi holatda hakam bozor va foydalanuvchi. Agar mahsulot rasvo bo'lsa, undan foydalanishmaydi. Ikkinchi holatda esa hakam qabul qilish dalolatnomasiga qo'l qo'yadigan amaldor. Import analigi qanchalik yomon ishlasa, uni takomillashtirish uchun yana milliardlar so'rash mumkin. Bu sizni soliqlaringizni o'zlashtirishni cheksiz zanjiridir. YouTube bloklanishi, Vkontak va Rutube'ning muvaffaqiyatsizligi bilan bog'liq. Telegram bloklanishiga sabab Max Messenger'ning muvaffaqiyatsizligidir. Bu voqealar vaqt borasida qanchalik mosligini sezdingizmi? Milliardlab byudjet to'liq monopoliya va blokirovkalar ta'minotiga ega bo'la turib, Kontakt o'zini tanlagan blogeriga ko'rishlar sonini sun'iy ko'paytirishda davom etyapti. Toki Kontakt YouTube'ga munosib raqobatchidek ko'rinsin. Siz esa kontentni shu yerda YouTube'da ko'ryapsiz, hatto VPN orqali. Rossiyada hozir davlat kapitalizmi ustunlik qilayotgan aralash iqtisodiyot hukmron. Bu libertariancha tushunchadagi erkin bozor yoki sovetcha tipdagi rejali iqtisodiyot ham emas.
Bu shunaqangi tizimki, unda asosiy maqsad foyda ko'rish, lekin maydondagi o'yin qoidalari davlat tomonidan belgilanadi va qattiq nazorat qilinadi. Shunaqa ekan, Rossiya o'yin qoidalariga ko'ra Max, Rutub va Vkontakt garchi davlat loyihalari bo'lsa-da, bozorning eng kuchli, eng yaxshi vakillari bo'lishga majbur bo'lishsa-da, aslida unday emaslar. Asosiysi, ular foyda keltirmaydi. Davlat byudjetlarini milliardlarni yeb bitiradi. Milliard rubl? Yo'q, dollar. Nima deb o'ylaysiz? Bunaqangi vaziyatda hech kim so'ramaydi. Pullar qayerga ketdi va natija qani deb tasavvur qiling. Roskomnadzor amaldori yoki davlat IT gigantining top menejeri. Uning oldida vazifa turibdi. 3 yil ichida davlat byudjetining 5 milliardlik puliga YouTube qotilini yaratish. Pullar sarflandi, muddat tugadi. Qotil esa tinimsiz reklama kompaniyalari va nakrutka qilingan prosmotrlarga o'ralashib qolib, zo'rg'a nafas oldi. Xo'sh, nima qilish kerak? Yutqazganini tan olish kerakmi? Davlat kapitalizm tizimida bu nafaqat ishdan bo'shatish, balki siyosiy o'lim. Ko'pincha mablag'ni maqsadsiz sarflagan uchun real qamoq jazosini anglatadi. Shu paytda parazitning omon qolish strategiyasi ishga tushadi. Ular yolg'on gapirishni boshlashadi, yuqori hukumatni aldashadi, foydalanuvchilar soni to'xtovsiz o'sayotgani haqida hisobot topshirishadi. Lekin bu foydalanuvchilar oxirigacha qolishyaptimi? Ular bu servislar orqali xaridlar qilishga, reklama sotish va mashhur bo'lishga tayyormi? Ularning grafiklari Rutub ommaviylik chizig'i stratosferaga qarab uchib ketgan. Max Messengeri aktiv foydalanuvchilar soni bo'yicha xuddi Telegramni quvib o'tadigandek. Lekin haqiqat juda ham qaysar. Odamlar baribir Telegramda o'tirishibdi va YouTube'ni VPN orqali ko'rishyapti. Mana shu joyda korrupsionerlar o'zlaricha dahshatli chiqish yo'lini topishgan. Yolg'onlar fosh bo'lmasligi uchun hech kim ularni o'lik tug'ilgan mahsulotini tirik bozor bilan solishtirmasligi uchun bozorni yo'q qilish kerak. Ular blokirovkalarni mamlakat axborot xavfsizligi uchun emas, o'zlari noloyiqligi va o'g'irliklarini yashirish uchun ilgari surishadi. Agar YouTube bo'lmasa, hech kim Rutub yomon deb aytolmaydi. Agar Telegram bloklansa, barcha rossiyaliklar ixtiyoriy ravishda Maxga o'tadi deb hisobot berish mumkin. Blokirovkalarni qo'llab-quvvatlayotgan va lobbi qilayotganlar bu 5-kolonnadir. Tizim ichidagi zararkurandalar va haqiqiy chet el agentlari. Ular harakatlarini xavfsizlik niqobi bilan berkitishadi. Lekin mamlakatda xavfsizlikka real javob beradigan odamlar hayron. Ular bu blokirovkadan aziyat chekishyapti va diversiyentlar qanaqa ishlaydi va ularni qanday vazifalari bor? Armiya va maxsus xizmatlarni ko'r qilish, zaiflashtirish, Telegramni bloklash real jangovar sharoitlarda tezkor aloqa, koordinatsiya va ma'lumot uzatishning asosiy vositasini yo'q qilishdir. Iqtisodiyotni qonsizlantirish, kichik biznesni savdo maydonchalaridan, IT sektorini esa rivojlanish vositalaridan mahrum qilish. Miya oqimini qo'zg'atish, eng aqlli va istiqbolli fuqarolarni yashash va ishlashga chidab bo'lmas sharoitlar yaratish orqali o'z bilimlarini chet elga olib ketishga majbur qilish. Roskomnadzordagi qimmatbaho kostyum kiygan amaldor raqamli gigiyena, xavfsizlik va vatanparvarlik haqida safsata sotayotgan bir payt jangdagi real ofitser, ko'ngilli yoki mudofaa mutaxassisi jahlotiga mingan. Chunki unda hayotiy muhim servis ishlashdan to'xtagan. Harbiylarga tezkor chatlar, maxsus xizmatlarga ochiq manbalar monitoringi kerak. Muhandislarga YouTube'dagi o'rgatuvchi videolar kerak. Ular o'quvchilarga, talabalarga va o'z tovarlarini targ'ib qilayotgan biznesga kerak va resurslarni bloklab, taqiqlovchilar amalda o'z askarlarini, dala aloqa simlarini kesib tashlayapti. Ular maksimal ko'rish kerak bo'lgan joyda ko'zbo'yamachilik bilan shug'ullanishyapti va bu xavfsizlik sousi nomi ostida bugun pagonli haqiqiy professionallar o'z vazifalarini bajarish o'rniga vaqtlarini VPN sozlash uchun sarflashga majbur. Bu zararkurandalar emasmi? Ular ochiq bozorda qo'rqishadi, chunki ochiq bozorda eng yaxshi bo'lish kerak.
Ular YouTube'dan qo'rqishadi, chunki bilishadi, ularning rutubi raqobatchi emas. Qoplab yeyilgan, pullarga qo'yilgan yodgorlikdir. Biz YouTube'ni yuta olmaymiz, deb tan olish orqali ular butun dunyoga, millatni yuziga tupurishmoqda. Ular biz ruslar yaxshiroq narsa yaratish uchun juda ahmoq va zaifmiz. Shuning uchun shunchaki hamma narsani taqiqlaymiz. Bu esa yolg'on. Biz dunyoga davriy jadvalni, kosmosga parvozni va o'sha telegramni bergan millatmiz. Biz eng yaxshisini yaratishga qodirmiz. Lekin real yutuqlar fonida o'zini hech kimga kerak emasligini, bu esa oliy rahbariyat uchun ham ayon bo'lib qolishdan qo'rqqanlar bizaga xalaqit qilyapti. Chet el agentlari va dushmanlar tizim ichida o'tirib hozirgina o'zini sizni blokirovkalar bilan bog'ishyapti. Ular sizga 21-asrdagi savodsiz dehqonlardek munosabatda bo'lishyapti. Go'yoki siz qo'liga o'tkir asbob berib bo'lmaydigan yoki derazadan qarashga ruxsat berib bo'lmaydigan aqli yo'q bo'lasiz. Go'yoki yomon bo'ri sizni miyangizdagi kodlarni qaytadan yozib qo'yarmish. Bu russofobiyaning eng oliy shaklidir. Russofobiyaning oliy shakli. Rus insonning intellektiga, irodasiga va tanqidiy fikrlashiga mutlaq ishonmaslik. Ularga taslim bo'lmang. VPNdan foydalaning, eng yaxshi servislardan foydalaning va ma'lumotni erkin iste'mol qiling. Bularning barchasi mening shaxsiy Mori VPN'im yordamida mavjud. U ishonchli va uzilishlarsiz ishlaydi. Bemalol foydalaning. Bu siz uchun, sizga xuddi podadek munosabatda bo'layotganlarga yo'q deng. Blokirovkalar. Ular uchun o'z yolg'onlarini betollab tashlash va suveren internet niqobi ostida byudjetni sog'ishda davom etish usulidir. Ular raqamli devorni sizni tashqi dushmandan himoya qilish uchun emas, balki rahbariyat ko'zidan yonib ketgan milliardlab byudjet tog'larini yashirish uchun qurishyapti. Rahbariyat internetdan umuman foydalanmasligidan surbetlarcha foydalanishyapti. Blokirovkalarning nimasi yomon? Oddiy odamga YouTube yoki Instagramning bloklanishi ko'ngilochar narsadan ayrilishmas, ijtimoiy liftning parchalanishidir. Birinchidan, mikroiqtisodiyotning yo'q qilinishi. Mikroiqtisodiyot yo'qotilishi. Viloyatdagi to'quvchi ayollardan tortib, ingliz tili repetitorlarigacha shu platformalarda o'z kichik bizneslarini qurishgan. Bu ularga nafaqa yoki davlat korxonalariga qaram bo'lmaslik uchun bepul platformalar edi. Blokirovka ularni raqamli qochqinlarga aylantiryapti. Kontakt bunaqa qamrovni bermaydi va mijoz topib kelmaydi. U faqat eksklyuziv kontent uchun 10 millionlab dollar to'lagan blogerlarni oldinga suradi. Ikkinchidan, investitsion o'lik. O'yin qoidalari har tongda Roskomnadzor qo'ng'irog'i bilan o'zgarib ketadigan davlatda kim aytdi loyihaga pul tikadi? Siz Telegramni bloklaganingizda butun dunyoga signal berasiz. Bu yerda qonun yo'q. Bu yerda faqat amaldorning injiqligi bor. Bu davlat nufuzini har qanday sanksiyadan tezroq o'ldiradi. Haqiqiy kuch sizni haqiqatlaringiz shunchalik ishonarli bo'ladiki, sizda taqiqlarga ehtiyoj qolmaydi. Begona propagandani bloklash bilan davlat tan oladiki, bizni propagandamiz zaif, u raqobatga bardosh bera olmaydi. Kontentni sifatli qilish, eng yaxshi prodyuserlarni yollash va haqiqatni gapirish o'rniga ular shunchaki chiroqni o'chirib qo'yishadi. Bu zaif va qo'rqoq o'yinchining ishi. Uchinchidan, blokirovkalar korrupsiyaga qo'yilgan haykaldir. Milliardlab dollar mablag'da real rivojlanishga, qishloqlarda tezkor internet, startaplarni qo'llashga sarflanishi mumkin edi. Lekin Max va Rutub degan unitasiga oqizib yuborildi. Har qanaqa vatanparvarni bundan tomi ketishi aniq. Endi muhim savolga javob beraylik. Agar raqamli kelajagimiz bitta katta, sekin va nosoz qovoqqa aylanib qolmasligini xohlasak, aslida hammasi qanday bo'lishi kerak? AQShga qarang, ularning texnologik ustunligi hammaga ayon. Keling, buni sun'iy intellekt poygasi misolida ko'rib chiqamiz. Ularda prezident farmoni bilan tasdiqlangan bitta davlat sun'iy intellekti yo'q.
Ularda OpenAI, Google'ning Gemini'si, Anthropic'ning Cloud, Meta, Elon Musk'ning Grok'i va yana o'nlab och dadil o'yinchilar bor. Ularning hammasi Amerika kompaniyalari, hammasi o'z mamlakati iqtisodi uchun ishlaydi, lekin bir-biri uchun ular ashaddiy dushman. Muvaffaqiyat formulasi mana shunda. Davlat u yerda chempionni tanlamaydi. U natija ko'rsata oladigan har bir kishiga resurslar, grantlar va imkoniyatlar beradi. Bu jangda eng tezi, eng aqllisi va foydalanuvchi uchun eng qulay omon qoladi. Natijada Amerika sun'iy intellekti jahon bozoriga chiqqanida bu yerda byudjetxo'r bola emas, balki janglarda toblangan maxluq bo'ladi. Endi bizni yo'limizga qarang. Biz Vkontak yoki Max'ni olamizda sen asosiy bo'lasan. Mana senga milliardlar, mana senga raqobatchilarning bloklanishi, yashagin va quvongin deymiz. Keyin monopolistning degradatsiya qonuni kuchga kiradi. YouTube sekinlashgan bo'lsa, Vkontak nega rivojlansin? Telegram yopilgan bo'lsa, Max nega qulay bo'lsin? Davlat kimnidir eng yaxshi deb tayinlaganida, unga halol kurashda eng yaxshi bo'lish imkonini berish o'rniga, u butun bir sanoatga o'lim hukmini imzolaydi. Biz ov qilishni unutib yuborgan parazitlarni boqyapmiz. Agar ertaga raqamli chegaralar qulasa, ular esa doim qulaydi. Bizni chempionlarimiz real mahsulot bilan birinchi to'qnashuvdayoq chilparchin bo'lishadi. Bu suverenitet emas, texnologik nogironlikdir. Agar davlat suveren internet lobbistlari cho'ntagini emas, balki haqiqatdan ham kelajak haqida qayg'ursa, unda nima qilish kerak? Birinchidan, chiroyli qosh-ko'z uchun monopoliyalarni tarqatishni to'xtatish kerak. Vkontak, YouTube, Max o'zini salohiyatini Roskomnadzor kabinetida emas, bizani smartfonimizda isbotlash kerak. Boshqa mahalliy mahsulotlar va jahon gigantlari bilan teng sharoitlarda. Ikkinchidan, kompaniyalarga emas, industriyaga sarmoya kiritish kerak. Mablag'lab yuzlab kichik startaplarga, universitet laboratoriyalarga, mustaqil dasturchilar jamoalariga ajratilishi lozim. Mayli, yuzlab gullar ochilsin, mayli, ular bizga haqiqatdan ham yoqadigan servisni yaratish yo'lida bir-birini yoqasiga yopishsin. Max haqida ikkinchi fakt. O'z ma'lumotlari xavfsizligi va himoyalanishini tushunadigan har qanaqa odam nafaqat Max'ni o'zining asosiy telefoniga o'rnatmaydi, balki Max o'rnatilgan quritmalar bor xonada bo'lmaslikka ham harakat qiladi. Keling, endi siyosatdan uzoqlashib, amaliyot va fanga o'taylik. Blokirovkalar aynan qanday ishlaydi va ularga qarshi qanday kurashish mumkin? Yacheykali topologiyalar, mesh tarmoqlar. Mesh tarmoq nima? Bu o'rgimchak to'ri. Unda asosiy tugun yo'q. Har bir ishtirokchi telefon routeri, notebook bir vaqtning o'zida ham foydalanuvchi ham uzatuvchi hisoblanadi. Axborot bir qo'shnidan ikkinchisiga toki manziliga yetib borguncha uzatiladi. Agar Roskomnadzor yoki boshqa dushmanlar magistral kabelni bloklab qo'ysa, mesh tarmoq buni sezmaydi ham. U shunchaki boshqa tugunlar orqali marshrutni qayta quradi. Bu telekommunikatsiya dunyosidagi o'ziga xos blokchayndir. Siz o'rgangan zamonaviy internet, Wi-Fi, 5G, yuqori chastotalarda 2.4-5 GHz va undan yuqori ishlaydi. Yuqori chastotalar fizikasi qat'iy qoidalarni belgilaydi. Ma'lumot uzatish tezligi ulkan, ammo to'g'ri ko'rinishga va to'siqlarning zichligiga o'ta bog'liq. Beton devor yoki qalin o'rmon sizni 5G tarmog'ingizni pufakka aylantiradi. Mavjud kabellardagi trafikni filtrlash uchun milliardlarni sarflash o'rniga 15 dan 430 MHz gacha bo'lgan past chastotalarda yagona simsiz mesh tarmoq qurish zarur. To'lqin uzunligining asosiy formulasiga murojaat qilamiz. Lambada teng C bo'lingan F. Bu yerda C yorug'lik, F chastota. Chastotaning pasaytirishi orqali biz to'lqin uzunligini ko'p marta oshiramiz. 15 dan 430 MHz gacha bo'lgan diapazonda to'lqin uzunligini bir necha metrdan 20 metrgacha yetadi. Difraksiya hodisasi tufayli bunday to'lqinlar to'siqlarni aylanib o'tishga, temir beton qoplamalarini o'rmon massivlariga
kissalari va murakkab relflardan o'tib ketishga qodir. Endi optik tolali kabellar bilan bog'langan, bitta buyruq bilan oson kesib tashlanadigan yoki o'chirib qo'yadigan minglab qimmatbaho tayanch stansiyalar kerak emas. Signal kilometrlarga tarqaladi va minimal mablag' evaziga total radio to'lqin qoplamasini ta'minlaydi. Klient server modelidir. Siz mijoz provayderga so'rov yuborasiz. Provayder magistral tugunga, ya'ni serverga, Roskomnadzorga, provayder tuguniga DPI uskunasini o'rnatish kifoya. U sizning ma'lumot paketlaringizni tahlil qiladi, sekinlashtiradi yoki yo'q qiladi. Bu shunaqangi iyerarxiyaki tizimning bo'g'zidan tutib bo'g'ib qo'yishi mumkin. 5 tarmoq amalda qanday ishlaydi? Birinchidan, dinamik mashrutlash tarmoq radio filtrini to'xtovsiz skanerlaydigan Batman yoki AUDV protokollaridan foydalanadi. Agar siz shifrlangan xabar yuborsangiz, algoritm o'nlab qo'shni qurilmalar orqali eng maqbul yo'lni hisoblab chiqadi. Ikkinchi, o'z-o'zini davolash, self-healing. Agar tizim tugunlaridan bir qismini bloklashga yoki jismonan yo'q qilishga urinib ko'rsa, ma'lumot paketni millisoniyalarda shikastlangan qismini aylanib o'tib, marshrutni qayta quradi. Uchinchi, SDR, Software Definite Radio. Dasturiy ta'minot orqali boshqariladigan radio tizimlarni joriy etilishi, qurilmalarga har qanaqa bo'g'ish yoki interfeyslardan qochib, chastota va modulyatsiya protokollarini tezda o'zgartirish imkonini beradi. Bu esa tirik, o'z-o'zini tashkil qiluvchi raqamli organizm. Siz fuqarolarning cho'ntagidagi millionlab mustaqil retranslyatorlardan iborat tarmoqni bloklay olmaysiz. Endi esa eng muhimi, bu davlatga nima uchun kerak? Chunki bunaqa infratuzilma asosida haqiqiy buyumlar internet quriladi. Avtonom logistika, uchuvchisiz apparatlar, koordinatsiya va g'arbning ildizi, DNS serverlariga yoki zaif okean orti kabellarga bog'lanmagan aqlli shaharlar. Mana shu mutlaq matematik hisoblangan suverenitedir. Davlat tahdidlarga qarshi turish uchun TSPU va yoqmagan trafikni bloklash uchun DPI filtrlarga milliardlab mablag' sarflanmoqda. Ammo parallel ravishda o'zimizni universitetimiz bag'rida har qanaqa tutib qolish va bo'g'ish qurilmalarini shunchaki foydasiz temirga aylantiradigan aloqa texnologiyalari yaratilgan. Bu qanaqa texnologiya? Keling, yanada chuqurroq qaziymiz. Oddiy mesh tarmoq bu hali hammasi emas. Uni pelengatsiya orqali topish yoki shunchaki radioelektron kurash vositasi bilan bo'g'ish mumkin. Lekin polarizatsion modulyatsiya vektorli aylanadigan kengaytirilgan klass signali kuzatuv tizimlari uchun oddiy koinot shovqini yoki to'siq bo'lib ko'rinadi. Nima haqida gap ketyapti? Oddiy signallardan boshlaylik. Tasavvur qiling, siz suvga yassi taxtalarni oqizib ma'lumot uzatyapsiz. Taxta yo gorizontal yo vertikal suzishi mumkin. Mana shu polarizatsiya. Bunaqa taxtani ushlab qolish uchun, to'xtatish uchun senzura yoki rep tizimiga, uning yo'liga bir tirqishli to'siq qo'yish kifoya. Agar tirqishlar taxtangizni holatiga mos kelmasa, signal o'tmaydi. Agar dushman sizni bo'g'moqchi bo'lsa, u shunchaki suvga juda ko'p boshqa chiqindilarni tashlaydi. Natijada sizning yassi taxtalaringiz ularning orasida yo'qolib ketadi. Bu zamonaviy tizimlarning chegarasi. Ular ikki xil o'lchamda ishlaydi. Kengaytirilgan klass signallarida taklif qilinayotgan narsa bu 3D o'tish. Radio to'lqin shunchaki yassi suzish o'rniga uchish vaqtini o'zidayoq o'z o'qi atrofida shiddat bilan aylana boshlaydi. U o'ziga xos raqamli spiral yoki uchayotgan parmaga aylanadi. Matematik jihatdan bu to'lqin yangi parametrga, aylanish tezligi va qonuniyati paydo bo'ladi. Oddiy signal shunchaki yo'q, o'chir degan buyruq bo'lsa, bu signal fazoda raqsga tushayotgan vektorni murakkab harakatidir. Nega buni to'xtatib bo'lmaydi? Bu yerda asosiy termin ortogonallik ishga tushadi.
Oddiy dunyoda ikki kishi bir-biriga bir chastotada baqirsa, ovozi bir-birini bosib ketadi, lekin kengaytirilgan signallar dunyosida ular turli asoslarda bo'linadi. Senzor uchun signal yo'q. Oddiy antena tutuvchi yassi to'lqinlarni ushlashga sozlangan, unga parma aylanuvchi to'lqin kelib tushganda, u buni tartibsiz shovqin, xalaqit yoki bo'sh joy deb ko'radi. U bu signalning tuzilishini shunchaki tushunmaydi va uni o'qiy olmaydi. Shovqinlarga bardoshlilik. Tasavvur qiling, dushman aylanayotgan parmani unga shunchaki skotch yopishtirish yoki ustidan paxta tashlash bilan to'xtatmoqchi. Shovqinli xalaqit qilish. Parma buni sezmaydi ham, u to'siqni teshib o'tadi. Polarizatsiyaning aylanishi hisobiga qabul qilgich har qanaqangi yassi shovqinni matematik usulda filtrlashni biladi. Shovqin shunchaki urilib qaytib ketadi, chunki u sizni signalingizni aylanish ritmiga mos kelmaydi. Bu shuni anglatadiki, bunaqa mesh tarmoqni hatto eng kuchli radioelektron kurash vositalari bilan ham o'chirib bo'lmaydi. U hatto hukumat aloqasi ishdan chiqqan sharoitda ham ishlayveradi. Bu sizga oddiy odamlarga cheksiz internet, aloqa va ma'lumotga kirishdan tashqari yana nima beradi? Keling, 20 yil ichida foyda zanjiri qanaqa ishlaganini ko'rib chiqamiz. Mamlakatning har bir kvadrat santimetri yengilmas intellektual to'qimaga aylanganidan hayot qay darajada o'zgaradi? 5 yil. Raqamli o'sish bosqichi, vositachilarning inqirozi, 5 yilda eski monopoliya demontaj qilinadi. Bu esa infratuzilmali shok davri. Oq dog'larning o'limi. 15 dan 430 MHz gacha bo'lgan diapazon sabab optik tolali kabel tortish iqtisodiy o'lim hisoblangan joyda ham aloqa paydo bo'ladi. Tayga kichik qishloqlar, federal trassalar, 100% qoplama bu hududlarda kichik biznes keskin rivojlanishiga turtki beradi. Capexning kamayishi. Davlat va biznes endi har 500 metrda millionlab qimmatbaho 5G minoralar qurishga majbur emas. Past chastotada ishlaydigan bitta platforma stansiya oddiy o'nlab stansiyalar o'rnini bosadi. Chet el temir tersaklarini sotib olishga sarflangan milliardlab byudjet mablag'lari tejaladi. Uchuvchisiz logistika parvozi. Protokolimiz dronlarga har qanday to'siqlar va signal yo'qolishidan qo'rqmay, mukammal aniqlikdagi uskunalar orqali uchish imkonini beradi. Avtonom yuk yetkazib berishning ilk koridorlari paydo bo'ladi. Logistikamizning qiymati 20-30% ga tushadi. Kulrang zona iqtisodiyoti. Aloqa markazlashmaganligi, ko'rinmasligi sabab klassik kuzatuv tizimlari, shaxsiy tranzaksiyalar va himoyalangan ma'lumotlar almashinuvi uchun katta bozor yuzaga keladi. Himoyalanmagan ma'lumot almashinuvi. Bu tepadan turib qo'rqitib yoki bo'g'ib bo'lmaydigan tadbirkorlik faoliyatiga stimul beradi. 10 yil. Avtonom davlat bosqichi. 10 yildan so'ng son sifatga aylanadi. Mesh tarmoqlar barcha narsalar interneti uchun asosiy poydevor bo'ladi. Qishloq xo'jaligi 2.0. Namlik datchiklari, tuproq tarkibi va hayvonlarning holati butun mamlakat bo'ylab yagona tarmoqqa birlashtiriladi. Hosil yo'qotishlari minimal darajaga tushadi. Rossiya mahsulotdan narxi eng past bo'lgani hisobiga jahon agrosanoat yetakchisiga headlinerga aylanadi. Nosozliklarsiz aqlli shaharlar. Trafikni, energiya tarmoqlarini va jekni boshqarish mesh tugunlar orqali amalga oshadi. Markaziy serverni qulashidan-da yuzaga keladigan kollapslar bo'lmaydi. Tizim o'z-o'zini davolaydi. Shahar infratuzilmasini saqlash xarajatlari 2 barobar kamayadi. Texnologik eksport. Protokolimizning ipak yo'li mamlakatlari uchun xalqaro standartlarga aylanadi. Biz endi Kisko yoki Huawei'dan texnologiya sotib olmaymiz. Biz o'z protokollarimizni va chipsetlarimizni butun dunyoga sotamiz. Sanoat interneti. Zavodlar to'liq avtomatlashtirishga o'tadi. 19 detsibel shovqinlarga chidamliligi hisobiga robotlar eng murakkab sexlarda ham aloqa uzilishlarisiz ishlaydi. 20 yil. Raqamli suverenitet va yangi reallik bosqichi. Ushbu bosqichda mamlakat iqtisodiyoti tashqi ta'sirlar uchun deyarli yengilmas holatga keladi. Sanksiyalarga mutlaq chidamlilik. Bizaga endi sun'iy yo'ldosh uzilishlari, kesilgan suvosti kabellar yoki dasturiy ta'minot bloklanishi qo'rqinchli emas.
milliy tarmoq platformasi. Bu yopiq himoyalangan va o'z-o'ziga yetarli ekotizimdir. Hatto butun dunyo raqamli xaosga g'arq bo'lsa ham, iqtisodiyot soatdek ishlayveradi. Markazlashmagan jamiyat. Markaz tushunchasining o'zi yo'qoladi. Moskva va provinsiyalar o'rtasidagi farq o'chib ketadi. Chunki ta'lim, ish va biznes imkoniyatlari tarmoqning istalgan nuqtasida bir xil bo'ladi. Bu ommaviy deurbanizatsiya va hududlarni qayta tiklashga olib keladi. Energiya samaradorligi, past chastotalarga o'tish va optimallashtirilgan aloqa protokollariga o'tish mamlakatdagi barcha raqamli sohani energiya iste'moliga bir necha barobar kamaytiradi. Bo'shagan energiya og'ir sanoat va fanga yo'naltiriladi. Matematik ustunlik. Rossiya jahonning ma'lumotlar seyfi maqomiga ega bo'ladi. Butun dunyo o'zining hayotiy muhim ma'lumotlarini bizani tarmog'imiz orqali saqlash va uzatishga intiladi. Chunki PLCM tufayli ularni jismoniy darajada buzib kirish, tutib qolish imkonsiz. 20 yil ichida bunaqa tizimga o'tish yalpi ichki mahsulotlarni qo'shimcha 15-25% ga o'sishga olib keladi. Bu jarayonlarni optimallashtirish, og'irliklarni yo'qotish, yangi avtonom tizimlar bozorini yaratishga yordam beradi. Lekin asosiysi pul emas. Asosiysi vaqt va erkinlik. Biza g'arbni eskirgan asboblardan foydalanib, ularni quvib o'tishga o'nlab yillar sarflashni to'xtatamiz. Biza shunchaki boshqa o'lchamda o'z yo'limizni qura olamiz. Muammo shundaki, bunday iqtisodiyot aqlli fuqarolarni va halol qoidalarni talab qiladi. Blokirovkalar va rutub byudjetlarini o'zlashtirishga o'rgangan amaldorlar ushbu reallikdan har qanday tashqi tahdiddan ko'ra ko'proq qo'rqishadi. Chunki kelajak dunyosida ularning roli nolga teng. Tarmoq xalqqa tegishli bo'lgan joyda ular vositachi bo'la olmaydilar. Hali biz qaror qabul qilishda amaldorlarni samarali o'rnini bosa oladigan to'da sun'iy intellekt haqida gapirmayapmiz. Ha do'stlar, aslida siz sun'iy intellektdan qo'rqishingiz kerak emas, balki sizni u bilan qo'rqitayotgan hokimiyatdagi parazitlar qo'rqishi kerak. Davlatning roli o'yin qoidalarini kuzatish, halol raqobatni ta'minlash va ma'lumotlarni himoya qilishdir. Raqiblarni bloklab, qaysidir jamoaning yonini olib o'ynash emas. Agar men pora evaziga blokirovkalarni lobbi qilayotganlarga emas, balki haqiqatda qaror qabul qiladiganlarga murojaat qila olganimda shunday degan bo'lardim. Tasavvur qiling, shahrimizdagi barcha zamonaviy savdo markazlarini buzib tashlashadi. Shinam qahvaxonalarni yopishadi va bozorlarni taqiqlashadi. Buni evaziga alyuminiy qoshiq va rosa ko'p qaynatilgan bo'tqa beradigan bitta davlat oshxonasini qurishadi. Bo'tqa bemaza, xonadan xlor hidi kelyapti, lekin eshik oldida qo'riqchi turib olgan. Sizga nima? Baribir o'zimiznikiyu, chetdan kelgan tansiq taomlar o'ziga o'rgatib qo'yadi, deydi. Axir siz qachonlardir shunaqa tizimni vayron qilgandingiz. Chunki bu o'zingizga erish tuyulgan, yashagingiz, yeganingiz kelgan. Nega endi otalaringizni xatosini takrorlab, Rossiyani raqamli gettoga aylantiryapsiz? 5 tarmoqlar texnologiyasi keng auditoriya orasida mashhur emas. Ushbu video orqali buni to'g'rilashga harakat qildim. Endigi navbat davlatda. Ammo agar blokirovkalar hukmron strategiya bo'lib qolsa, biz 5 tarmoqni o'zimiz ishga tushiramiz. Va bu bizning Muri VPN infratuzilmamiz ustida qad rostlaydi. Lekin adolatli dunyoda buni aynan siz, bizani befarq bo'lmagan fuqarolarimiz qo'llovi bilan amalga oshirishimiz kerak. Umid qilamanki, ushbu videodan keyin ularning soni ozgina bo'lsa ham ko'payadi. Siz bilan professor Moriarty bo'ldi.